kelinli uyimda ozgina o'zimni diskomfortni his qilgan paytlarim bo'lgan. Bolam tug'ilgandan keyin 1 yil o'tgan edi. Erimga aytganman, "Ya что-то не могу здесь расслабиться, men o'zimni qulaymi bu yoqda topolmayapman, yoki men oyimnikiga ketaman yoki ilojini qiling" deganman. Ayolimni ishga устроить qildim dedilar. Turmush o'rtog'im bilan birga chiqib ketardik. Menga alohida kvartira snimat qilardilar. Men u kvartirada yotib, uxlab olardim, kontentlarimni olardim. Ular ishda ishlardilar. Keyin qaytib kelayotganlarida meni kvartiradan olib uyga olib kelardilar. Uydagilar o'ylaydi, "Ishtaman, ishlayapman". Молодец. Konflikt избежал, да? И покой обрел. O'zi oilani, то есть nimaga biz oila quramiz? Обрести покой. Ha. Tinchlik kerak hammaga-da. Agar gulchamasiga qaytadigan bo'lsa, men ham anchadan beri gulaganim yo'q lekin. Narsa aytaymi, aytmaymi? Raddomga chiqishimga men gulsiz chiqqanman, tak. On забыл. Men ham gulsiz chiqqanman. Ha. O'sha mavlaga aytganman, menga oyoq kiyim olib keling desam, o'zlarini eski krossovkalarini olib keldilar. Sizga udobni bo'lsin deganlar-da. Qadriga yeting, voy. Suyunchiga pul olib kelmadilar vrachga. Men eski krossovkada gulsiz, pulsiz, bolamni konvertda uyda qolib ketgan, adyolda domdan yugurib chiqib ketdi edi bu. Biz роддомda fotosessiya qildik, мы вернулись домой, и мне o'sha kuni Energy ambasadorman-ku, gul отправили мне. Men qo'yolmadim shu gulni. Qo'limda bola, ana shu непонятkalar bo'layotgan paytda. И в этот момент такой муж: "А я тебе не подарил цветы?" deyaptilar. "Нет, сам. Я забыл, Барно. Men zakaz qilib qo'yganman, gul magazinda qolib ketgan, значит", deyaptilar. Да, он просто забыл забрать, qolib ketdi. Shuni olib kelmadi. Shu bilan haligacha magazinda turibdi shu gulim meni. Qolib ketgan. Даже planda yo'q edi. Ular menga aytadilar, "Цветы это пустая трата денег". Я согласна, что не нужно за миллионы покупать букеты, потому что biza hali u darajaga yetmadik-da. Shunda ham olganlar-da, millionlik gullar. O'shanda urushganmiz biza. Menga lучше pulini beringlar-da, yoniga bitta ramashka olsam bo'lardi deganman. No, он любит дарить цветы. Odam o'zida bo'lishi kerak ekan-da. Shunaqa menga aytishdi. "Xo'ldi qilib olinglar, uy qilib olinglar, eringiz beradi, gul boshida bermagan inson hech qachon bermaydi, o'zgarmaydi. Boshida eringiz ursa, dальше uraveradi. Boshida sizni singiz qilgan inson butun umr singiz qilaveradi". Battar bo'lishi mumkin, lekin yaxshiroq bo'lmaydi. Anaqasini ko'rmagan. Qirg'iz shtrix, blesk, bir xil ekan, bleskimiz. Chet majina ko'rsatdilar. Da. Men nima demoqchi edim? Keyingi reelsimiz pul haqida. Oilaviy byudjetdagi pul haqida.